Yaqindagina prezident tomonidan imzolangan qonun bilan jinoyat va ma'muriy kodekslarga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritildi. Bunda qo'shxotinlik, ya'ni ko'p xotinlik, o'sha xotinlar bilan yashashni targ'ib qilish va shu mazmundagi qarashlarni, ya'ni o'sha videolarda har xil g'oyalarni tarqatish va bunday xatti-harakatlarni rag'batlantirish bu jazolanishga olib kelishi to'g'risida belgilandi. Bunda bazaviy miqdori 15 baravaridan 30 baravarigacha jarima bilan jazolanishi mumkin yoki bo'lmasa 15 sutkagacha qamoq jazosi bilan ham jazolanishi mumkin ekan. Shuning uchun mana shunaqa turdagi videolarni agar Instagramda o'sha ijtimoiy tarmoqda ko'rsangiz ham targ'ib qilib, uni kimlargadir tashab, jo'natib, mana shu narsadan ogoh bo'linglar.